Assalomu alaykum, kanalımıza obunachilar. Bugungi rolikimiz stadion, Olimpiya stadionining yanında joylashgan 4 qavatli binoni birinchi qavatida 4 xonali kvartira chiqqan ekan. Shuni hozir e'tiborlaringizni havola etib tanishtirib o'tsak. Bu yerda mana ega sho'raxonasi ham bor, stadion ham bor. Bu yerda Novostroykaning telleri qatori bilan 2 etaj, bir emas 2 etaj do'konlarni ega. Urganch davlat universitetine yaqin yerda joylashgan. Shuningdek bir cho'tki bir ixcham yerda joylashgan. Hozir endi aytib o'tadigan bo'lsak, bu yerimizda дополнительный elde tarafından atızlarına, arka tarafından bazı atızlarına ega bir joy bilan tanishtirib o'tsak. Kirpichin dom основной bu yerda. Panelli emas, kirpichin domdan chiqqan dom ekan. Orientirni hozir bir qator ko'rsatib o'tamiz. Sentralniy yo'lning ustida joylashgan. Bu yerimizda yana atizlarni ega Navoiy xona deysizlarmi, stadion deysizlarmi, shumbalarning yanında uchobniy center hamma narsa jamlangan edi joylashgan domimiz. Yine bir de çıksak sentralniy yo'lning usti, Ullu yolun üstünde stadiona doğrumuzdaki. Bu yerda yine meyveni любой sortuna bab yerda yine atazına ega. Shunday atazına ega joyimiz ekan. Havosi ham zo'r. Yana shunday bu yanimizda, bu doğrumuzda panelli dom, yana bu kirpichin dom. Aylanma şekilde tushgan. Her kimning eldini, haddini, bog' tarafini taxlab o'tib to'pdagi esa bir kvartirani o'zi bilan ishon qismi bilan tanishtirib o'tsak, novlari qolib, novlari ketadi. Bir qator tanishtirib o'tamiz. Qanasa ketdik, ko'rib o'tamiz. Bir podyezdda ikki xo'jalik ekan. Tashqi eshigi, ichki eshigi bo'g'monda yana. Deshan tarafdan damir eshiklar, ichki tarafdan oqpa eshiklar qo'yilgan. Rasa bismillah deb kelib ko'radi bo'lsak, qarashimizda umonliklar tushgan. Xonalar dinla joylashgan. Yana prixoshka joylari geng olib tushgan. Bu yerimizda yana ozgina o'zgartirishlar kiritilgan. Bu yer ostida kuxnya bo'lgan, kuxnyani aylanib ko'chirganlar. Bu yerda yana ayrim jihozlar qolib, ayrim jihozlar ketadi. Hozir video davomida aytib o'taveramiz. Uголокlar bulari qoladi. Bitoy texnikalar hammasi ketadi. Gilamlarni polностью endi hozir bir dona gilam ketadi. Uni ham aytib o'tamiz. Kuxonli mebellar qoladi bu yerda. Kuxonli mebellari qoladi. Gaz plitalari, vitishkalari qoladi. Jaluz pardalari ham yana qoladi. Oynalarda meni reshotchalar qo'yilib turibdi eldinda bog'ini ega. Akkuratli shinamgina o'yib turibdi joyimiz yana. Va bu yerni kuxnyani ko'chirganlar bu yana. Bu yerimizda polniy yana turgan shu gilamlari qoladi. Televizorlari ketadi ekan. Bu yerda yana hojatxona vannasi отдельно joylashgan. Bu yerimizda spalni joyimiz. Spalnimizdan gilamlar, lustrasi, perdasi qoladi. Bu shkaflari, spalnilari ketadi. Oynalarimiz hammasi oqfa qilingan. Spalni joylarimiz ham polniy oboydan chiqib akkuratli qilib qo'yilgan. Bu yerimizda yana vanna joy, hojatxonasi. Kafeldan chiqqan yuzlik aristonlar qo'yilib turibdi. Bu yerimizda kotyollar o'tgan. Kafellar bu yerdan urilgan, vannasi, umonliklari tayyor holda yana. Bu yerimizda zal qismi. Zalimiz ham yana oboydan chiqqan. Bu yerdan polniy gilamlari qoladi. Yandan balkon taraf qo'shilib ketgan.
stenkasi ketadi. Lyustrası, perdesi, gilemi qoladi. Konditsioner nechga oldi bu? Qalami ketami? Bu ketadi ekan konditsioneri. Kelishilsa uni ham qoldirsa bo'lar. Oynalarda yana ko'rib turamiz, reshotkalar qo'yilgan. Ullu panoramli olib tushgan oynalar. Yana bu yerimizdan bitoy texnikalari. Ketadi televizori. Bu yerda yana stenkasi ham ketadi. Gilamlar shunda sho'ra moslashgan. Yana bu yerimizda yana bir spalni. Общий xonalar soni 4 xonali kvartiramiz. Bu yerda endi o'zgarish kiritilgan. Hozir yana aytib o'tadigan bo'lsak, 4 xonamizda kirpish domlagan hammasida ishodan перегородкасы bo'lib, bu yerda bir kladovka hisobi bo'ladi. Bu yerimizda bir spalni bo'lar edi. Endi buni hozir ochib, xonadan xona o'tadigan etib o'tib qo'yibdilar. Xolasa bu yerdan bektabar gipsokardon bilan beklasam bo'ladi. Lekin ishi turishi ma'qul. Yaxshi aytganlarni. Podokonnetlarni qo'yilgan, oynalar ijodga qo'yilgan. Derivanniy svet akfala qo'yilib turibdi. Bu yerdan pardasi, gilami, lyustrasi qoladi. 270 6 razmerda tushgan. Pastlarimiz hamma pol qilingan. Televizorimiz ketadi, oboydan chiqqan, 2 yonlama qaragan, orqa tarafidan bog'larga ega. Bu xonamizdan bu gilamlari ketadi, shkaflari ketadi, bu yerdan parda lyustra qoladi. Orqa tarafidan yana ullu bog'ina ega joyimiz. Orqa tarafdan bir ko'rsatib o'tamiz buni. Hamma yana pol qilingan kirpishni dom. Birinchi qavat, etajlar ham zo'r, mestalar ham zo'r yerda joylashgan. Esa kelib ustunda savdolashib olishingiz mumkin. Narxlarni aytib o'tadigan bo'lsak, 50 ming dollar ekan. 50 ming dollar bugungi kursa hisoblaydigan bo'lsak, 650 million so'm bo'ladi. 650 million so'm bo'ladi ekan. Kelib ustunda bemalol savdolashib kelishib olishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat deb qolamiz. Keyingi o'yinlarimizda görüşguncha xayr. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.